Assalamu alaykum. Mening ismim Ayli Tursunjon. Men hozir Turkiyaning Istanbulda turaman. Mening guvohlik bermoqchi bo'lgan bu kishi mening dadam bo'ldi. İsmi Tursunjon Sulaymon. 1969-yili 7-9-kun tug'ilgan. Yurti Urumchi. Dadam o'zi bir tijoratchi bo'lib, dadam men chet el chiqib ketgandan keyin, ya'ni 2017-yil 3-oylarda sababsizdan tutib ketilgan. Oradan bir haftadan keyin qo'yib berilib, yana ikkinchi qatam 2017-yili 4-oyning boshlarida qayta sababsizdan tutilib ketgan. Ta hozirgacha qayerga sulanganligi, uylikligi yo tirikligi hech qanday xabarimiz yo'q. Men Turkiyaga o'qish uchun chiqqan, lekin uydagilar bilan aloqalashmaganligim uchun va iqtisod jihatdan qiynalib qolganligim uchun o'qishim to'xtab qoldi va iqtisod jihatdan qiynalib qolganligim uchun tijorat qilishga majbur bo'lib qoldim. Men Xitoy hukumatidan dadamni shartsiz qo'yib berishni kuchlik talab qilaman va dunyoninki kishilik huquq tashkilotlaridan bu jihatda qo'ldan kelishicha yordamda bo'lishni umid qilaman.